Keling aka, nima kerak edi? Assalomu alaykum. Keling aka. Aka, mana kafelingiz necha puldan? Bularning kvadrati $30. Hali ancha bor ekanda biz uyga terishimizga. Men o'z bitta joyda qorovul bo'lib ishlayman. Bunaqa $30dan kafil ola olmayman. O'rtog'im uyga qilganda rosa havas qilgan edim. Xohlasangiz, arzonroq budjetningda varianti bor. Ko'rsataman. Ko'rsating. Yuring. Mana aka, mana bularni ko'ring. Voy. Voy, baribir. Voy. Voy, bular ham falon pul bo'lsa kerak. Bor yo'g'i $12 kvadrat metri. 1 kvadrat $12danmi? Voy, mana buni qara. Bu xuddi o'sha boyga ko'rganmiz, nima edi oti? Klinker. O'sha klinker vidini berib qo'yar ekan-ku. Lekin buni klinker ko'rinishida bo'lmaydi. Nimaga? 60 ga 120 keramik granit. Voy, hozir qarang. Hozir 40 ta o'sha klinkerni terib o'tirgandan ko'ra bitta dona mashina qo'yib qo'ysa, o'shani vidini beryapti. Hozir nimaga klinker deb bo'lmaydi, men shu narsani tushunmayapman. Okay, buni klinker deb bo'lmaydi. Sababi o'rtadagi joylari kraska. Buni faqat chetini fuga qilsa bo'ladi. Voy, necha yildan beri kafel sotasan? U kafelde kraska bo'lmaydi, emal bo'ladi. Ko'rinishi o'sha men tanlagan klinkerni vidini beryapti-ku lekin. Lekin biz baribir buni keramik granit deb sotamiz. Ko'rinish tomondan bo'lmasa, menga mana shunaqa tosh gilamingizdan 30 kvadrat qilib bering. Bo'ldi, kelishdik.